Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning muavin reisi Zumrat Erkin ve Qurultayning sobiq reisi, Uyghur Kishilik huquq demokratiya markazining reisi Dolqin Aysolardan tashkillangan bir heyet 23 martdan boshlab Fransiyada elib boradigan 3 kunlik lobby faoliyatini boshlagan edi. Bu heyet 25 mart faoliyatining 3 kunida Fransiya parlamentida bir yurish uchrashuvlarini elib borgan. Fransiya parlamenti 2022 yılı Uyghur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan bo'lib, ayni vaqtda Fransiya parlamentining Uyghur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishida ko'p kuch chiqargan parlament a'zosi Oliver Faure bilan ko'rishib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib borgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb taniganligining 4-yilida Sharq Turkistondagi vaziyatning hech qanday o'zgarmaganligini, Aksiya Xitoy hukumati xalqaro jamoatchilikni aldash uchun turli hiyla-nayranglar va ta'tir tashviqotlarni yo'lga qo'yib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlashga urinayotgan mush vaqtlardami yanada Uyg'ur xalqining qattiq nazorat, besim ostida yashayotganligini, lagerlarda tutib turilgan millionlagan insonning o'zini bilmaydigan tuhmatlar bilan ayblanib, uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, turmalarga avatilib, majburiy emgakka silinayotganligi va Xitoyning chegara halqagan bostirishlarning Yevropa va dunyoning har qaysi joylariga kengayotganligi qatorliq temalarni cho'ridab suhbatlar ilib berib, Fransiya parlamentida Uyg'urlarning ovozi bo'lib kelayotgan parlament a'zosi Oliver Apandini eng yangi uchurlar bilan ta'minlab, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata irqiy qirg'inchilik ilib borgan bu jazo lagerlarining xalqaroga pash bo'lganligining 10 yil bo'lganligini, ammo bu 10 yil ichida Uyg'ur xalqining vaziyati va Sharq Turkistondagi bostirishlarning bir daqiqam to'xtab qolmaganligini o'ttirib qo'yib, parlament a'zosi Oliver va Fransiya parlamentini Uyg'ur masalasi haqida amaliy harakat ilib berishni talab qilgan. Qurultay heyeti bu ziyorat jarayonida yana Fransiya parlamenti a'zolaridan Antoni Tigul, Yannick Jadot, Daniel Salmon qatorliqlar bilan uchrashib, Sharq Turkistondagi eng yangi vaziyat haqida ma'lumot berib, Fransiya parlamenti va hukumatini Uyg'ur masalasi haqida nima qila oladi, Uyg'ur masalasini yaxshi biladigan parlament a'zolari bundan keyin yana nimalarni qila oladi degan temada suhbat elib borgan. Assalamu alaykum, dünyanın her qaysi joydan Türkistanlı kardeşler. Biz Düşenbe gününden başlar Fransiyadaki faaliyetimizi başladık. Düşenbe günü kilitlen Fransiya'nın siyasetçiler terbiye edilen Hemşire Üniversitesi'de Dolqin Ayso efendim üyede üniversite okuyuculara sözünde onundaki bugün bazı hükümet emektarları ve taşkışlar ministerlik kadınlarıyla görüştük. Bugün beni Fransiya parlamento ülkelerinde görüştük. Hazır Fransiya senatosunun senato adamlarıyla görüştük. Hazır giriş aldık durmaktayız. Bizim 3 günlük Fransiya ziyaretimiz nayt muvaffakiyet gördü. Reisimiz hep ötkendikidek bir yerde Fransiya'nın hükümet kadınlarıyla, parlamenterlerle, yukarı töven parlamenterler azalarıyla, devletlik insan hakları komisyonunun kadınlarıyla uçuş oldu. Bunu olan bir en önemli güzel, bizim için ehemmiyetli bugünü Fransiya'da uzun yıllardan bu yana şu Uygur davasını Fransa'da yapılan dostlarımızla kayıtlı görüş fırsatlarımız oldu. Bizim ekber kardeşimiz yıllardan bu yana Fransiya'da Uygur davasını yapılan bir kardeşimiz ve Kerem Okşaydıgan, bizimki ekber Okşaydıgan, kardeşlerimizden üçüncü aldığımız günlerde Uygur davasını Fransiya'da yeni güçlendiriştim yolları, çağrı taşlarları hakkında bir yerde Uygur cemaatinin kanlı hareketlendiriş hakkında nait yak söhbetlerimiz oldu. Biz de bir yerde nait kızgın kütü olan dostumuz Ekber'e, Kerem'e, başka Uygur kardeşlerimizle bir hafta yana alaylı salamlarımızı ve hürmetlerimizi bildiririz. Faaliyet ahirida Dolqin Ayso apandi har qaysi parlament a'zolariga o'zining Xitoy qarshi kurashlarim degan kitobining fransuzcha nusxasini taqdim qilgan. Bu vaqt parlament a'zosi Antoni Tigul o'zining ijtimoiy taratquy hisobida Sharq Turkistonning ayultuzliq ko'k bayrog'i bilan munlarni tarqatgan. Bugun men xizmatdoshlarim bilan birlikda Kengash palatasida Uyg'ur vakillar o'migini qabul qilish sharafiga nail bo'ldim. Bu Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan qirg'inchiligini muzokara qilish fursati edi. Vaziyat borgan sari yomonlashyotdi. Bargan siri ko'p kishilar qamoq ilinyotdi.
Shundaqla muqaddas Ramazon iyi Xitoy hokimiyati uchun Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblash orqali jazoni kuchaytirish fursati bo'ldi. Masjidlar vayron qilinyotdi. Nopos barg'ansir kontrol qilinib, xalq nazorat qilinyotdi. Bu davomlashayotgan terrorlik sistemasi yana Uyg'ur aholisini qul qilyotdi. Xitoy majburiy emgakdan foyda oladi. Masalan, Italiya belgisi qo'yilgan pomidorlar Italiyadan kelgan deb setiladi. Gerçi ularning bir qismi Uyg'urlar qamoqda turgan rayonlarda ishlab chiqarilsa-mı. 2 hafta ilgari oz sonli millatlarning tillarini yo'qotishni maqsad qilgan Xitoyning yangi qonuni yo'l qo'yildi. Xitoy hokimiyati hozir jazolanish tugul, aksincha hamma narsadan to'liq bahramon bo'lyapti. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi Roshan Abbas xonim 25 mart kuni Washingtondagi tartib uchun o'ldirilganlar klubi tarafidan uyushtirilgan Yan Yekilikning Xitoyning organik o'lish kasbi va Amerikaning eng chong dushmanlarining haqiqiy mohiyati degan kitobining tarqatilish marosimiga qatnashib so'z qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini xalqaro jamoatchilik fosh qilgan. Mazkur kitob Xitoyning bu vahshiyligini butun xalqaro jamiyatga tanishtirish va diqqatini tortishdagi muhim tunji qadam bo'lib, bir chet ellik mutaxassis tomonidan yozilgan bu kitob xalqaroning Uyg'ur masalasiga diqqat qilishi va hech qanday hukumatning foydalanish uchun xalqaro axloq qoidalarini rad qilishiga yo'l qo'yilmasligi uchun harakat qilishga turtki bo'ladi. Mazkur kitobning tarqatilish marosimida turmadagi diniy xodim Izrojinning qizi, parlament a'zosi Chris Smith, Avam palata vakili Don Reiter va Mari Vegel va Roshan Abbas xonim qatorliqlar so'z qilgan. Roshan Abbas so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib borgan qirg'inchiligi, Falungongchilar, Tibetliklar, Uyg'urlar va boshqalarga qarshi yurgizgan majburiy emgak va majburiy organik o'lish siyosatlar haqida to'xtalib, yig'vilangan organ va qirg'inchilik badaliga qurilgan bir hokimiyatning insoniyat qarshi elib borgan bu urushining amaliyotda insoniyatni qo'g'daydigan dunyoviy davolash va axloq o'lchamlariga qilingan bevosita hujum ekanligini ta'kidlab o'tgan. Ve Xitoy insonlarning hayotini tovarlashtirish orqali xalqaro jamiyatning axloqiga va har bir davlatning bexatarligiga tahdid soldiganligini, demokratik davlatlar cho'qim Xitoy hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy ishga a'zolarini elib olish jinoyati uchun javobgarlik tortish kerak deganlarni o'ttirib qo'ygan. Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi ve Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfisining raisi Professor Dr. Erkin Ahmet, Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Turg'unjon Aloviddinga vakolatan Buyuk Birlik partiyasining qurg'uchi raisi Muhsin Yazıcıoğlu'ning vafot bo'lganligining 17 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan Muhsin Yazıcıoğlu'ni xotirlash marosimiga taklif bilan qatnashib Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Türkiye paytaxtı Ankara'da o'tkazilgan bu faaliyatga dunyoning har qaysi joylaridagi Buyuk Birlik partiyasi sho'balarining vakillari, Türk dunyosidan kelgan Muhsin Yazıcıoğlu'ni hurmatlaydigan kishilar, O'rta Osiyo Türk davlatlarining vakillari va elchilari, Balkanlardagi Türk jamiyatlarining vakillari bo'lib, necha ming kishi qatnashgan. Buyuk Birlik partiyasi qurilgandan buyon izchil turda Sharq Turkiston masalasini oldingi qatorga qo'yib kelgan va marhum Muhsin Yazıcıoğlu va uningdan keyingi rahbarlik qatlami har doim Sharq Turkiston masalasini Turkiya parlamenti va partiyasining yig'inlarida o'tirib qo'yib kelgan bo'lib, navbatda mazkur partiya har qatimliq Dünya Uyg'ur Qurultiyi umum vakillar qurultiyiga ve milliy kengashlarga vakillarni va partiyaning rahbarlik qatlamini avatib, Uyg'ur xalqining yanida turib kelmoqda. Bu qitimqi Muhsin Yazıcıoğlu'ni xotirlash marosimining ochilish so'zida mazkur partiyaning raisi Mustafa Dastici Sharq Turkiston masalasini o'tirib qo'yish bilan birga har qaysi davlatlarning elchilari va vakillari qatorida Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Dünya Uyg'ur Qurultiyidan Professor Dr. Erkin Ahmetning qatnashganligini alohida tilga olgan. Professor Dr. Erkin Ahmet mazkur faoliyat jarayonida Buyuk Birlik partiyasining har qaysi joylardagi mas'ullari va har qaysi davlatlarning vakillari bilan uchrashib suhbat olib berib, Sharq Turkiston masalasi va Turk dunyosidan kutadigan umidlarni o'ttirib qo'ygan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.